Qoraqalpog'istonlik Messining taqdiri nima bo'ldi? Barselonaga rad javobini berdi, tahlil qilamiz. Bir necha oy avval O'roqboyev Mirzabek haqidagi videomiz 3 milliondan ortiq prosmotr olib, yosh futbolchini mashhur qilib yuborgan edi. Ko'p o'tmay, u bilan Nasaf futbol maktabi, Neftchi, Okemka va hatto Qirg'izistondagi Barselona akademiyasi, ya'ni La Masia ham jiddiy qiziqib qoladi. Mirzabekning ustozi Eraliyev Qudiyarni aytishiga qaraganda, shogirdi bilan shaxsan Usmon Toshevni o'z aloqaga chiqqan va Toshkentning Oqtepa jamoasini tavsiya qilgan. Sergey Tokov qo'l ostida qoraqalpog'istonlik Messi futbol saboqlarini olishni boshlasa, progress bo'lishini aytadi. Yolg'iz boshi bilan 5 o'g'ilni o'stirayotgan onasi kenja farzandini duo qilib Toshkentga kuzatadi. Mirzabek Oqtepa ko'rigida muvaffaqiyatli o'tgach, jamoa bazasiga ko'chib keladi. Hozir ustozining aytishicha 6 yoshda otasini yo'qotgach, bolakay oilasiga juda ham bog'lanib qolgan edi. Shu bois adaptatsiyaning ilk kunlari ancha og'ir o'tgan, ammo kichik Messi barcha qiyinchiliklarni sekin-asta yengib bormoqda. Murabbiylar unda potensial bor ekanligi haqida aytishmoqda. Demak, ukamizdan kelajakda katta g'alabalar kutishga haqqimiz bor. Videoga like bosib, maksimal uni tarqating. 11 yoshida hayotda eng qiyin sinovlar bilan kurashayotgan Mirzabekni qo'llab-quvvatlaylik.